Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana Tensai guruhi. Tensai guruhining shiori esa hech kimdan farqimiz yo'q. Faqat biz yaxshiroqmiz. Bizning guruh ishtirokchilari: Mamurov Sardorbek, Saidov Javohir, Olemov Amirbek, Usmonov Abdulla, Hamidov Qobiljon. Video mavzusi esa Konstitutsiya, huquqiy davlat va baxtiyor jamiyat. Birinchi qism: kirish. Konstitutsiya bu davlatning eng muhim qonuni. U xalq irodasini, erkinligini va adolatni ifodalaydi. O'zbekiston Konstitutsiyasi bizning baxtiyor hayotimiz poydevoridir. Ikkinchi qism: Konstitutsiya tarixi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. Bu sana har yili Konstitutsiya kuni sifatida nishonlanadi. U mustaqil davlatimizning huquqiy asosini yaratgan. Uchinchi qism: huquqiy davlat nima? Huquqiy davlat bu qonun ustuvor bo'lgan mamlakatdir. Bunda barcha fuqarolar va rahbarlar qonunga bo'ysunadi. Adolat, tenglik va inson huquqlariga hurmat asosiy qadriyat bo'ladi. To'rtinchi qism: baxtiyor jamiyat. Baxtiyor jamiyat bu tinchlik, farovonlik va mehr-oqibat hukmron bo'lgan jamiyat. Har bir inson o'z huquqini bilsa va burchini ado etsa, jamiyat yanada gullab yashnaydi. Beshinchi qism: fuqarolarning huquqlari. Konstitutsiyada inson huquqlari keng himoya qilingan. So'z va fikr erkinligi, ta'lim olish huquqi, mehnat qilish huquqi, dam olish va tibbiy xizmat olish huquqi. Oltinchi qism: burchlar. Har bir fuqaro qonunlarga rioya qilishi, vatanga sadoqatli bo'lishi, tabiatni asrashi va ota-onasini hurmat qilishi kerak. Yettinchi qism: Konstitutsiya taraqqiyoti kafolati. Konstitutsiya bizning ertangi kunimizga yo'l ochadi. U adolat, tinchlik va taraqqiyot poydevoridir. Bu sababli uni hurmat qilish har bir fuqaroning burchidir. 8-chi qism: davlat ramzlari. O'zbekiston bayrog'i, gerbi va madhiyasi bizning milliy g'ururimizdir. Ular Konstitutsiya bilan bir qatorda davlat mustaqilligini ifodalaydi. 9-chi qism: xulosa. Konstitutsiya bizning ozodligimiz va baxtimiz kafolati. Uni bilgan, unga amal qilgan inson har doim baxtiyor yashaydi. Shuni bilib qolaylikki, huquqni bilgan baxtiyor yashaydi. Bizni kuzatganlaringiz uchun katta rahmat. Sizlar bilan Tensai guruhi bo'ldi.